Assalomu alaykum hammalarga. Xo'p, xudo xolasa keyingi mana MDF zakazlarimiz ham tayyor bo'ldi. Bu yerda ikkita eshik, 2 dona rom tayyorlab berdik. Eshigimiz 2 qanotlik, shunaqa yopiq fasonda oynasiz qilib berdik. Xo'p, hozir sizlarga razmeri, kvadrat, pullari, ustanovka hammasini tushuntiraman. Bo'lmasam boshladik. Xo'p, razmerdan boshlasak. Derazamiz eni 1.40, balandligi 1.70. Eshigimiz eni 1.16, balandligi 2.40. Bir xil ikki eshik, ikkita rom bir xil razmerda. Xo'p, hozir bular oynalari solingan, oshim-oshiq, zamok, zaverka hamma yo'q qo'yilgan. Tayyor holatda ustanovkadan oldin hozir syomka qilyapmiz. Bularimizni ustanovkalari, dastavkalari borib o'lchab kelishsa, hamma yo'q ichida bo'lgan. Xo'p, MDFimiz 0.8 MDF dan qilingan. Rekalari bilan pirslangan holatda 4,5 sm qalinlikda tayyor bo'lgan. Obnalishkalarimiz kattaligi ham 10 sm. Bu kesaki deyiladi. Chekadagisi korobka deyiladi. Korobkamizni bu yog'i 10 sm, qalinligi 4,5 sm. Spesial zakazcha qilinsa, shunaqa baquvvat qilinadi. Oynalarimiz germetika bilan solingan. Taraqlamaslik uchun, sovuq kirmasligi uchun shu holatda qilib berdik. Bu gluxoy oddiy rom emas, 3 ko'zlik, tepasi bilan bitta 4 ko'zlik adden yasaladi. O'rtadagi ko'ziga oshim-oshiq zaverkalar qo'yilgan, ochilib yopiladi. Xo'p, eshigimizda uyda kirish fotiga o'yin bo'lishi uchun zamogini o'ng chap tomon qilib moslab berdik. Bu eshigimiz ham, romlarimiz ham standartdan katta. Egasi shunaqa menga yopiq fasonni qilib bering dedi. Yopiq fasonda tayyorlab berdik. Xohlasanglar zamoyda oldidagi joyini oynaga solib tayyorlab beraveramiz. Ikki eshik, ikki romimiz razmerlari ham bir xil. Xo'p, endi puliga keladigan bo'lsak, bu sal qimmatroq bo'lishi mumkin. Shunaqa spes zakazga tayyorlangan puliga yarasha ishlar. Xo'p, eshigimizni metr kvadratini 800 ming so'mdan tayyorlab berdik. Derazamiznikini ozgina kamaytirib berdik. Kvadrat metrini 700 ming so'mdan tayyor qilib berdik. Shuning ichida oynalari, ustanovka, dastavkalari hamma yo'g'i ichida. Yo'l kirasini ham, penalarini ham o'zimiz olamiz. Sizlar tayyor kalitni olasizlar. Xo'p, endi hozir yana bir yengillik tomoni. Standart razmerda hozir eshiklar 1.10 ga 2.30 bo'lib qolgan. Bu 1.16 ga 2.40. Kvadratga ursanglar standart razmerdan 100 ming so'm, 150 ming so'm ko'proq chiqadi. Lekin sal akamiz yengilroq qilib berishi uchun bu eshiklarimizni standart eshik razmerini pulida qilib berdik. Lekin razmerini kattaroq qilib joyiga moslab qilib berdik. Devor urib, yonboshini shpagilovka qilib chiqmaslik uchun joyiga plotni tushadigan qilib yasab beradik. Shunda bitta eshigimiz hozir 2 million 100 ming so'mdan oshiqroqqa to'g'ri keladi. Biz standart puliga donasini 2 million so'mdan tayyor qilib berdik. Ikki eshigimizdan 200 ming 250 ming so'm o'zi o'tib bergan bo'lyapmiz. Derazamiz ham xuddi shunaqa. Derazamizni ham ozgina kam-ko'sini qilib berdik. Imkon boricha yengillikka berish tarafdorimiz. Qo'ldan kelgancha yengillashtirib beramiz. Lekin juda arzon qilib beramiz, chunki unda ishimiz sifati o'zgarib qoladi. Lekin dastavka ustanovka borib, joylariga o'lchab yasab berish ham shuning ichida ketadi. Xo'p, yana bir sizlarga qulaylik tomoni. Xo'p, masalan, eshik derazalarimizning rangi shu rangda. Sizlarga mokriy yoki kulrang, kashtan, serik yoki jigarrang to'g'riroq kerak. Xohlagan ranglarda qilib beramiz. Unga ham sizlar pul to'lamaysizlar. Shu narxida ketaveradi, xohlagan ranglarga qilib beramiz. Shunaqa yengillik. Yana bitta yengillik tomonimiz, xohlasanglar u laki yiltiroq. Yo'q, menga matviy yoki pol matviy qilsangiz, xohlasanglar u lakini ham shunaqa o'zgartirib beraveramiz. Unga ham pul to'lamaysizlar, shunaqa yengillik. Bu xohlasanglar mana o'sha seri rangi, ochroq, bu mokriy, pudralik yangi chiqqan svetimiz. Mana nikelga yopishtirilgan holatda xohlasanglar bu rangda, xohlasanglar shu fasonda qilib beraveramiz. Shunaqa yengilliklar bor. Fasonlar, ranglar tanlab qilaverasizlar, ularga pul uncha-muncha qo'shilmaydi. Endi qolganini endi metr so'masidan turib joylarni ko'rib mancha deyolmayman. Agar ishlar yoqqan bo'lsa, aloqa qilsanglar, joylarga qarab metr solib o'lchab, inshaalloh chiroyli narxda qilib beramiz. Nomerimiz 99 607 69 00 da bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Telefon nomerimiz har kuni yoniq, har kuni ishlamiz. Ustaxonamiz Andijon viloyati, Buloqbosh tumanida. Shu ustaxonamiz. Nomerimizda Telegram, Imo, WhatsApp hammasi bor. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Hammalarga rahmat, salomat bo'linglar.